Hammasi qisqartirib tashlamiz. 3 plus ilzosida 7. Qaranglar, 3 plus ilzosida 7. Mahrajda nima turgan bo'lsa, ratsionallikdan qutqarish uchun o'shani minus turgan bo'lsa, plus turgan bo'lsa, minusga ko'paytirardik. Demak, 3 plus ilzosida 7 mahrajdachi 3 plus ilzosida 7 ga ko'paytirar ekanmiz, minus bo'lganligi uchun. Mahrajga endi xuddi shu narsani yozamiz. Tak, mana bunga ko'paytirdik. Shuning uchun mana shuni yozdim men. Mana bu ikkalasi qisqarib ketsa va o'sha birinchisini berib qoladi. Birinchi mana shu ishlab olagiga. Qanday sanadi bu? Vaqt zotlari 3 plus ilzosida 7 turibdi-ku. Mana bunda ham 3 plus ilzosida 7 turibdi. Shuning uchun bu 3 plus ilzosida 7 ni qavsdagi kvadrat bo'lib qoladi. Kasr chizig'i mahrajdachi mana bu bitta minuslik, bitta pluslik. Demak, buni kvadrati minus buni kvadrati yoziladi. 3 ni kvadrati necha? 9 minus ilzosida 7 ni kvadratichi 7. Endi mana tepadan ham ochib chiqsak 3 ni kvadrat 9 plus ikkalasini ko'paytmasini ikkalangan 6 ta ilzosida 7 plus ilzosida 7 ni kvadrati 7 bo'ladi. Kasr chizig'i mahrajda 9 dan 7 ni ayirsak 2 bo'lyapti. To'g'rimi? Bo'ldi. Bunisini ishlaymiz endi. Qanday ishlaykan demak buni? 3 minus ilzosida 7, to'g'rimi? Ikkinchi xuddi shunday 3 minus ilzosida 7 yoziladi. Bu yerda plus turganligi uchun minusni ko'paytiryapmiz tepasini. Mahrajini ham endi mana mahrajdagini o'zini yozdim, ko'paytirilgan yana bitta 3 minus ilzosida 7 yozilgan. Teng. Endi bu nima bo'ladi? Tepadagi 3 minus ilzosida 7 ning kvadrati mahrajdachi bitta plus, bitta minuslik. Shuning uchun mana buni kvadrati minus buni kvadrati. 3 ni kvadrati 9 minus ilzosida 7 ning kvadrati 7. To'g'rimi? Endi buni ham ochib chiqsak 3 ni kvadrati 9 minusdan ikkalasini ko'paytmasini ikkalangani xullas 6 ta ilzosida 7 chiqadi. Plus ilzosida 7 ning kvadrati 7 bo'ladi. Kasr chizig'i mahrajda 9 dan 7 narsa 2 bo'lyapti. Tushunarlimi? Endi tepadagi mana bundan mana buni ayir deyapti bizlarga. O'shaning uchun ikkalasini ayirib qo'ysak bo'ldi ekan. Ayirib qo'ysak 9 plus 6 ilzosida 7 plus 7 taqsim 2 minus 9 minus ilzosida 7 plus 7 turibdi. Buni ham mahrajda 2. Faqat mana qavsda o'zish kerak. O'shanga ko'rilgan. Keyin 9 plus 6 ilzosida 7 plus 7 minusdan 9 plus 6 ilzosida 7 minus 7 bo'ladi. Mahrajdachi общий 2 bo'ladi. Qisqaradiganlar bo'ladi. Mana bu qisqaradi. 7 bilan 7 ham qisqaradi. Bunga buni qo'shib olsak 12 ta ilzosida 7 bo'ladi. Mahrajdachi 2. Ikkalasi qisqarib ketsa 6 ilzosida 7 bo'ladi. Tushunarlimi?